O'zbekiston bo'yicha bundan arzoni yo'q. Assalomu alaykum hammaga. Mana biz navbatdagi zakazlarimizni o'z egalariga topshirdik. Bu zakazimizni Namangan viloyatiga tayyorlab berdik. Hop, bu zakazimiz 16 talik to'plam bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli chiqqan. Hop, stollar MDF dan, stolimiz uzunligi 4 metrga, yana 1.40 bo'ldi. Hop, bu stol stollarimiz 6,5 metrli xonaga joy bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa chiroyli to'plamlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilishlari mumkin. Chiroylab tayyorlab beramiz. Dastlabki xizmatlarimiz ham butun O'zbekiston bo'ylab mavjud. Narx-navo bo'yicha ekranda chiqqan nomerlarga yoki direktdan yozsalang javob qaytaramiz inshaalloh. Hammaga rahmat. Like bosib, podpishka qilib qo'yishim esdan chiqmasin. O'zbekiston bo'yicha bundan arzoni yo'q. Assalomu alaykum hammaga. Mana biz navbatdagi zakazlarimizni o'z egalariga topshirdik. Bu zakazimizni Namangan viloyatiga tayyorlab berdik. Hop, bu zakazimiz 16 talik to'plam bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli chiqqan. Hop, stollar MDF dan, stolimiz uzunligi 4 metrga, yana 1.40 bo'ldi. Hop, bu stol stollarimiz 6,5 metrli xonaga joy bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa chiroyli to'plamlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilishlari mumkin. Chiroylab tayyorlab beramiz. Dastlabki xizmatlarimiz ham butun O'zbekiston bo'ylab mavjud. Narx-navo bo'yicha ekranda chiqqan nomerlarga yoki direktdan yozsalang javob qaytaramiz inshaalloh. Hammaga rahmat. Like bosib, podpishka qilib qo'yishim esdan chiqmasin.